Hurmatli tadbirkorlar, navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Kimda qanday masala bor? Assalomu alaykum. Siz menga 50 million kredit. 50 millionlik kreditimiz bor. Mahalla loyihasi bo'yicha o'zimizga biriktirilgan mahallalarga yillik ayollarga 23%, erkaklarga 25%. 2 yil imtiyozli davr bilan 60 oyga chiqarib beramiz. Unga ishsiz fuqaro bo'lish kerak, oxirgi 2 oyda ishlamagan fuqaro bo'lish kerak. Sug'urta kafillik asosida ajratib beramiz. Kerakli hujjatlarni bersangiz, underwriterga tashlaymiz, ijobiy xulosa bersa chiqarib beramiz. Yana kimda savollar bor? Men chorvaga o'ylatdim. 10 million so'm? 10 million so'm biznesga ko'mak loyihamiz bor. 17 milliongacha. Bu ham 4 yil muddatga beriladi, 6 oy imtiyozli davr bilan. Unga ham oxirgi 2 oyda ishlamagan fuqaro bo'lish kerak. Kafillik sug'urta polisi asosida chiqadi. Umuman ishlamaydigan bo'lsa, Umuman ishlamaydigan bo'lsa, o'shanga chiqadi kredit o'zi. Ishsiz odamga chiqadi, ishsiz fuqaroga. Bu ham foizi bir xil, ayollarga 23%, erkaklarga 25%. 4 yil muddatga 17 milliongacha beriladi. Biznesga ko'mak loyihamiz. olmasin men buni bir 6 oy, 1 yil ichida yopib yana olsam bo'ladi. Bo'ladi. 6 oy 1 yil ichida to'lab turib, yana olsangiz bo'ladi. Rahmat. Savollar bo'lsa rahmat. Savollaringizlar. Omadingiz kelsin. Rahmat.